Ketsam bo'ladimi? Sinema merimisi bor edi. Anunodi boru. Madina, iltimos. Keyingi safar bunaqa ishlaringizni ishdan keyin rejalashtiring. Xo'p, uzr. O'chib beradi telefon. Demak, uchib ketgandir-da уже. 2 soat bor-ku hali reisiga u. Hozir damashnisiga qilaman. Bu ko'ylagingiz qancha? $1600. $1600? Ha. Voy bu. $100 so'rasam qizg'anadi. O'ziga $1600lik ko'ylak oladi. Allo? Allo Zuhra. Men seni o'zing emas, ko'ylakni rasmga olib yubor degandim men senga. Magazindagi sotuvchi qizlarga aytasan, seni rasmga olib qo'yishadi. Sen erkin turib bersang bo'ldi. Ko'ylak senga bitta razmer kichkina kelish kerak. Semizsan demoqchimisan? Men seni semiz demoqchi emasman. Sen просто bitta razmer katta kiyasan-ku. O'sha semizsan deganing-da. Zuhra. Nimaga o'zi men seni ko'ylagingni primerka qilib yurishim kerak? To'y saniki, men seni ko'ylagingni o'lchab yuribman. Zuhra, meni vaqtim yo'q. Men bekorchiman desanga, meni ishlarim obeddan keyin. No to'g'ri, obeddan keyin, lekin bu degani obedgacha seni ishingni qilaman degani emas-ku, Fatima. Anu yigiting bilan xingerlashib yurgandan ko'ra opang uchun 2 soat vaqtingni ajratib qo'ysang nima? Joying kamayib qoladimi seni? Senga o'xshab bir marta uchrashib, ertasi kuni erga tegib ketdingmi? Вообще-то, bu meni shaxsiy Пространство. Ha, o'sha. Xo'p. Kartangga 1 million tashib qo'yaman. Kecha ko'rgan sumkani olasan. Xo'p, qanaqa rasm kerak senga? Tak, qo'lini rangini o'zgartirasizlar, qanot qo'shasizlar, yumanda qovursin, yana bu kamchiliklari bo'lsa, tekshirib aytaman. Bo'ldi, tushundim. Ruxsat oldilar. Oldim. Nolmasligimni sezmadimi? Kuyov bo'laman, kuyov bo'lib o'zgariyu. Ularni bo'g'ra. Shaq. Qalaysan? Yaxshi. Tinchmi? Nima gap? O'zingdachi, qayerda yuribsan, Davron? Xitoyliklar bilan bog'landingmi? Qo'ysangchi shu Xitoyliklaringni. O'zi hamma yog'ini shu ko'zi qisuvlar bosib ketdi, do'stlar. Men to'yga tayyorgarlik ko'raman.